Alaykum. Bugungi masalamiz array elementlarini qaytadan joylashtirib chiqish kerak ekan. Joylashtirib chiqish degan masala ekan. O'sha belgisi bo'yicha. Xo'p, masala sharti qanaqa bo'ladi? Bizga nums degan array berilgan ekan. Nima edi? Juft uzunlikdagi array. Xo'p, va ichida teng miqdorda pozitiv va negativ raqamlar bo'lar ekan, ya'ni musbat manfiy sonlar bo'lar ekan. Xo'p, biza ana shuni rearrange qilishimiz kerak, qaytadan tuzib chiqishimiz kerak arrayni. Mana bu 3 ta shart bo'yicha. Shu 3 ta shart. Birinchisi, har bitta o'sha ketma-ket kelgan juftlik qarama-qarshi belgida bo'lishi kerak, ya'ni musbat manfiy qilib hammasini shunaqa qilib tuzib chiqishimiz kerak ekan. Ikkinchisi, musbat sonlar qanaqa orderda joylashgan bo'lsa, negativ sonlar ham shunaqa orderda joylashgan. Ya'ni nima demoqchiman? Musbat sonlar 3, 1, 2 mana shu sonlar borku, ana shu ketma-ketlik saqlangan holda qayta array tuzilganda ham mana shu ketma-ketlikda bo'lishi kerak. 3, 1, 2 bo'lishi kerak va manfiy sonlar ham xuddi shunaqa -2, 5, 4 bo'ldimi? -2, 5, 4 deb mana shu ketma-ket birinchi -2 kelishi kerak, keyin -5, keyin -4 kelishi kerak. Mana shunaqa ketma-ketlikda tuzib chiqish kerak va oxirgi sharti yangi hosil bo'lgan array pozitiv son bilan boshlanishi kerak, ya'ni musbat son bilan boshlanishi kerak. Xo'p, demak yechishni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi list birinchisi. Nums degan listimiz bor. Copy qilib olsak buni. Xo'p. Endi bizga yana kerak bo'ladi musbat manfiylarni alohida yig'ib ketish uchun ikkita list kerak bo'ladi. Positive bo'sh list bo'ladi. Boshida negativ ham bo'sh list bo'ladi. Endi biza numsni aylanib chiqishimiz kerak for bilan. For var element in nums. Xo'p, if element 0 dan katta bo'lsa, mana shu yerda bitta joyi bor. 0 musbatga kiradimi, manfiyga kiradimi? Mana shunaqa test ham bo'lishi mumkin-da ichida. Hozir bu yerda 0 qatnashgan testlarni bermagan, lekin submit qilgan paytimiz shunaqa testga ham tekshirib qolishi mumkin. Hozircha 0 ni kiritmay turaylik, ikkalasiga 0 ni manfiyga kiritib turaylik, musbatga faqat o'sha musbat sonlarni kiritib turaylik. Agar to'g'ri chiqsa ishlab ketadi. Pozitivga add qilsam, endi elementni aks holda bo'lsa manfiy degani, negativga add qilsam elementni. Xo'p, endi mana shu yerda bitta print qilib negativ va pozitiv chiqarib olsak nima chiqadi? Pozitiv va negativlarni ajratib oldi va o'sha ketma-ketlikda ajratdi. Ya'ni u for bilan har bir necha ketma-ketlar ravishda kirib chiqadi, shuning uchun ketma-ketlikda buzilmasdan chiqdi. Xo'p, endi biz nima qilishimiz kerak? Yana bitta listga, boshqa listga shuni qaytadan rearrange qilishimiz kerak. Result degan list ochib olamiz. Mana shu musbat manfiydagi yig'ib olgan sonlarimizni navbat bilan birinchi musbatdan boshlab 3 ta, keyin -2 ni, 1 da, -5 da, 2 ni, -4 ni qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi navbat bilan. Xo'p, buning uchun yana bizga for kerak bo'ladi. For endi boshqacharoqdan foydalanaylik. Indeks bo'yicha kiraylik. Nechta songa kirib chiqish kerak bo'ladi? Nums nechta bo'lsa, ana shu 6 ta resultda ham 6 ta element bo'lishi kerak. Shuning uchun
Namsda uzunligi bo'yicha to'liq aylanib chiqsin. Xo'p, if juft bo'lsa, ya'ni juft indeksdagilari bo'lsa, bunda shunaqa bo'lyapti-ku. 3, 1, 2lar bular 0-chi, 2-chi, 4-chi indeksdagilar. Juft indeksdagilar bo'lsa pozitivni qo'shsin, toq indeksdagilar bo'lsa negativni qo'shsin. Resultga add qilsinda nimani add qilsin? Pozitivni yangisini add qilsin. Yangisini emas, shu yerda xato yozibmiz. Pozitivni yangisini emas, masalan bu pozitivni yangisi 0, 1, 2 bo'ladi-da. Agar to'g'ridan to'g'ri kirib qo'ysak bunga, bunda 6 ta son bor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gacha boradi oxiri, lekin pozitivda 5 degan indeks yo'q. Shuning uchun pozitiv bilan negativ bu mana buni yarmi bo'yicha yuradi-da. 3 ta indeksi bor, teng yarim bo'lgani uchun shu yarmiga navbat bilan almashib keladi. Xo'p, shunda pozitivni yangi indeksni yarmi. Bu hozir xatolik beradi, chunki mana bu pozitiv indeksida int qabul qiladi. Endi 2 ga bo'lib qo'ygan paytimiz bizga double hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun butun bo'lish belgisi bilan bo'lamiz. Aks holda esa resultga qo'shsin negativni xuddi shunaqa butun bo'lish belgisi 2 ga bo'lib qo'shsin. Endi print qilib result chiqaradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? 3 minus 2 1. So'ragan narsasi chiqayapti. Ikkinchi testdan tekshirib ko'rsak. Xo'p, bu ham to'g'ri chiqdi. Endi submit qilib ko'ramiz. Printlar kerak emas bizga. Xo'p, bizga nima kerak? Pozitivdan boshlab oxirigacha kerak. Xo'p, bu yerga tashlaymiz. Return result qilamiz. Bundan avval bitta narsa qilishimiz kerak. Yo birinchi shuni chiqarib ko'raylik, mayli. To'g'ri chiqayaptimi yo'qmi shuni tekshirib ko'raylik. Ikkita testni o'tdi, endi submit qilamiz. Xo'p, 46 bir xil yechildi. Xo'p, bitta fikr kelib qoldi yana mana shu yerga, mana bu ikkinchisiga. Biz hozir juftligiga tekshirib ko'rib keyin qo'shyapmiz-ku. O'shani shunday qilmasdan ketma-ket kelaversa, o'zi juftliq bo'lib almashib keladi-ku o'zi. Indeks 0, 1, 2, 3 bo'lib. Mana bu if kerak emas. Else ham kerak emas. Bu ham kerak emas. Nolinchi bo'lganda pozitivni qo'shadi. Bitta if kerak ekan. Yokida bo'ldi, tushundim. Length blue ikkinchisigacha. 3 ta borsin. Qo'shadi, buni ham 0-chisini qo'shadi, ketma-ket.
Ha, bo'ldi, mana shunda to'g'ri chiqadi endi, adashmasam. Yaxshiroq ham chiqishi kerak. 6 marta aylanmaydi-da, 2 marta, 3 marta aylanadi. Bunda xatolik chiqdi. Mana bu i taqsim 2 emasda, i'ni o'zi. Bundan shunaqa chiqdi. Adashmasam hozir sal yaxshilangan bo'lishi kerak edi. Internet bilan bog'liq bo'lmay ekan. Internet yaxshi ishlasa, yaxshi submit bo'lyapti, bo'lmasa bo'lmayapti. Xo'p, bu yerga qilgan ishimizdan ko'ra mana shu nisbatan tushunarli va osonroq bo'ldi. Xo'p, masalamiz mana shu edi. Rahmat.